Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugun O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasida romani haqida siz bilan gaplashmoqchiman. Bu asar adibning eng sarmoqli asarlaridan biri hisoblanadi. Romanda o'zbek xalqining fazilatlari, jo'mardligi, har qanday vaziyatda ham iymonni yo'qotmasligi, teran tuyg'ular, bir ma'no so'zlar bilan tasvirlangan. Asarda adib 40 yillik davrini o'z ichiga olgan bir qancha chigal va murakkab taqdirlar misolida o'zbek xalqining urush davrida boshidan kechirgan hayoti qismati mahorat bilan qalam olgan. Zamon va davr qanday ketishidan qat'iy nazar insoniy qadr-qiymat tushunchalarini saqlab qolgan, vatan taqdiri bilan bog'langan, farzandidan ayrilganda ham qalbida quvonch baxsh etishi mumkin bo'lgan boshqa sababni o'z ichiga olgan bu asarni o'qigan har bir kitobxon, Kimsan, Robiya, Kichkina Muzaffar va qolgan qahramonlar beixtiyor ko'z oldida namoyon bo'ladi. Bu asarni o'qigan har bir o'quvchini qalbida chuqur o'rin egallaydi.